Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana shu insonni taniysizmi? Aktyormi taniyman agar o'sha bo'lsa. Shu yo'limiz asfalt muammo bo'lib turibdi hozir. Ashay. Biz mahallada svet yo'q, salbalar qorong'u turadi kechasi. Lekin men dalani o'rtasida yashayman oxirida. Salbalar yaxshi, tuk, past. Ko'zimiz chiqib tanimdim. Bu Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova. Albatta yo'qda, xullas, hamma ukoldorlarda bepul bermayapti o'zimizdan. Endi jicha mana katta yo'limizda muammo bor o'g'lim. Bushtumning fuqarolar tuman hokimini taniydimi degan loyihasi davom etadi. Bizning keyingi manzilimiz Bo'ston tumani. Sanobarxon Nosirova 1970-yilda Qo'rg'ontepa tumanida tug'ilgan. 1992-yilda Andijon paxtachilik institutini hamda 2005-yilda Andijon muhandislik va iqtisodiyot institutini tamomlagan. Mehnat faoliyatini 1992-yil Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Savoy qishloq xo'jaligi texnikumida o'qituvchilikdan boshlagan. Turli yillarda G'allabankning Qo'rg'ontepa tumani filialida kassir, bosh hisobchi, boshqaruvchi vazifalarida va Qo'rg'ontepa tumani Buyuk Turon Invest kredit uyushmasining ijrochi direktori lavozimida faoliyat ko'rsatgan. 2016-yilda tayinlovga qadar Qo'rg'ontepa tumani El Rizqi non mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari bo'lgan. U Bo'ston tumanida 4 yildan buyon hokim bo'lib ishlab kelmoqda. Taniyman. Kim bu? Bo'zda hokimi. Ism familiyasi? Ism familiyasini bilmayman, lekin Bo'zda hokimi. Mahallamizda endi muammolar ko'p. Endi o'quvchilar uchun hozir maktablar qurildi, yaxshi sharoitlar bo'lyapti, Xudoga shukr. Endi jicha mana katta yo'limizda muammo bor o'g'lim. Skorilar, tez yordamlar, endi misol pajar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Endi qariyalar bor. Keyin ko'proq o'chyapti. Mana insul odamlar ko'p, qariyalarda endi yosh katta odamlar ko'p, chaqalog'i bor odamlar ko'p. Endi gazimiz yo'q, pechka yoqamiz, o'tin ko'mir yoqamiz. Endi mayli, Xudoga shukr, shunisiga ham shukr qilib o'tiribmiz. Lekin muammoyimiz mana shu yo'l. Yo'limiz yaxshilab bersa, 4 kilometr yo'l. Uzunisiga hozir kiradigan bo'lsangiz, skori chaqirsangiz, yarim soatda boriladi. Nimaga kech keldingiz desangiz, yo'lingiz chataq, yo'lingizni o'nglab qo'ying deydi. Shuning uchun biz yordam berishini so'raymiz bu qizdan. Lekin hokim bo'lib ishlaydi. Ko'p borgan taniyman, lekin hozir ism familiyasi esimda yo'q. Shu muammo bo'yicha murojaat qilganmisizlar tegishli tartiblarga? Yo'l bo'yicha. Ko'p murojaat qilganmiz mahallamizdan. Juda ko'pchilik murojaat qilgan. O'zimiz sho'pirlar bilan birgalashib sho'pirlar ko'pincha o'zlari shu yo'lda yuradigan sho'pirlar nima desam bo'ladi, o'zlari uyushtirib shag'al to'kkan, jicha-jichada shu o'ydim chuqur joylariga shag'allar to'kib, jicha-jicha o'nglagani haliga suvdan chiqib ketdi, yana bayagi holatda turibdi hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana shu insonni taniysizmi? Aktyormi taniyman agar o'sha bo'lsa. Bo'ston tumani qaysi mahallasida yashaysiz? Yangiobodda. Bu Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova. O'zingizda shu mahallangizda qanaqa muammolar mavjud? Mahallamizda, bizim turgan mahallamizda yo'limiz yomon. Biz mahallada svet yo'q, salbalar qorong'u turadi kechasi. Namozga borganlar qiynaladi. Avariya bo'lishi mumkin, kechasi mashinalar. Shunaqa holatlar. Boshqa hamma yaxshi. Muammolar bo'yicha murojaat qilganmisiz tegishli tashkilotlarga? Yo'q, men qilmaganman. Mahalla ahli qilganmi? Mahalla aytishgan menimcha. Nima deyishgan? Bilmadim, men keyin qilinadi deyilgan bo'lish kerak, keyinroq qilamiz deyishgan bo'lish kerak. Bo'ston tumanining markazidagi yana bir global muammolardan biri, ya'ni piyodalar o'tish yo'lakchasi ancha yomon ahvolda. Ko'rib turganingizdek, bu yerlar suv bo'lib ketadi yomg'ir yog'sa. Bo'ston tumanidagi yana bir juda ham global muammolardan biri bittasi shu. Mana shu insonni taniysizmi? Hokim emasmi?
Men ham bir marta ko'rdim, xolos xotinimiz ham. Bunaqa ko'chada kam yurmoq bo'ldim, ko'p ham yuraverdim. To'g'ri, bu Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova. O'zingiz qaysi mahallada yashaysiz? Davlatobodda. Davlatobod mahallasida. Mahallangizda qanaqa muammolar mavjud? Shu yo'limiz asfalt muammo bo'lib turibdi hozir. Asha. Suvimiz keldi, Xudoga shukr. Asha yo'limiz muammosi bor. Maktab ko'chamiz, hisobda bolalar yuradigan ko'cha asosiy. Mashina ashikdan qatnayapti. Katta asfaltga svetofor kerak. Ash bolalar maktab o'quvchilariga ko'proq joni qiyapti ota-onalar. Mashinalar chunki ashidan qatnayapti, tor ko'cha. Mahalla ahli shu muammolar bo'yicha biror Gaplashyapti, ular ham gaplashyapti. Shu narsalar nima deyishdi? bo'ladi sekinmasda. Hozir manandaqa yo'lda manandaqa proyekt manandaqa holatda ekan deb tushuntirishdi. Mana shu inson taniysizmi? Yo'q, Bu inson taniysiz, a? yo'q. Bu Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova. Ro'zmoldaligida ko'rganmiz, lekin rahmat, yaxshi ishlar qilyapti. Boradi kolxozlarimizga ham. Qaysi mahallada yashaysiz? Yangi qishloq. Mahallangizda qanaqa muammolar mavjud? Hozir yaxshi, raisimiz ham yaxshi xizmat qiladi. Ko'zimiz qurshayapti hanimim. Bu Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova. O'zingiz Bo'ston tumani qaysi mahallasida yashaysiz? Men Obod mafiyada yashayman. Mahallangizda qanaqa muammolar bor? Mahallada muammo yo'q. Ko'chalar asfalt bo'lgan. Hamma yaxshi, suv tushadi. Hokim? Ism familiyasini bilasizmi? Bilaman. Manzuraxonmi? Yo'q. Ha, Manzurova. Yo'q, Sanobar Nosirova. Sanobar Nosirova, to'g'ri. Ha. Mahalla qaysi mahallada yashaysiz Bo'ston tumani? Yakkatoldan. Mahallangizda qanaqa muammolar bor? Muammomiz yo'q, asfalt bo'ldi, rosa chiroyli bo'lib, suvlarimiz bor, yo'llarimiz yaxshi bo'lib qoldi. Hech muammom yo'q. Uyimda ham tinchim bor, Xudoga shukr. Ism familiyasi? Ism familiyasini bilmayman, lekin Bo'zda qaysi mahallasida yashaysiz? biz bu Musaqali ko'chada. Mahallangizda qanaqa muammolar mavjud? Mahallamizda endi muammo deganda yo'q. Biz o'nda yashaymiz, yaxshi. Gaz, svet. Svet bor, svet o'chmaydi. Sharoitlar bor. Odam taniysizmi? Ha, taniyman. Hokimimiz u. Ismi nima? Sanobar Nosirova. Qaysi mahallada yashaysiz? Do'stlikda. Mahallangizda qanaqa muammolar bor? Muammolar shu banisada yotishim kerak. Banisada keldim, kelsam sharoit yo'qda, xullas, hamma ukoldorlarni bepul bermayapti o'zimizdan. Shu muammo. Hozir muammolarni aytib chiqyapman hokimiyatga kirib. Nima dedingiz? Men sharoitim yo'q, banisada yotishim kerak desam, yozishib oldi. Tanimaysiz? Bu Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova. O'zingiz qaysi mahallada yashaysiz? Nimada? Pillakorda. Pillakorda. Mahallangizda qanaqa muammolar bor? Muammolar yaxshi bo'ladi. Hozir endi yechilib ketdi muammolar. Asfalt bo'ldi, ko'chalar, suv tushdi. Endi bitta qolgani shu gaz ulanib qolsa bo'ldi. Gaz ulanib qolsa. Gaz yo'q-a? Gaz yo'q endi. Murojaat qilganmisizlar shu bo'yicha? Endi qilamiz deyilyapti shekilli. Mana shu insonni taniysizmi? Bo'ston tumani hokimida Ism familiyasi? Tadbirkor nima? Familiyasi esdan chiqdi. Tez so'rab bordingiz-a, shu esdan chiqdi. Qaysi mahallada yashaysiz? Men Guzar mahallasi shu sentrda. Mahallangizda qanaqa muammolar bor? Mahallamda muammo yo'q, hamma yo'q, yaxshi, Xudoga shukr. O'zimiz chiroyli yashasak, muammo bo'lmaydi. O'zimiz muammo tug'dirib olamiz-a. Mana shu insonni taniysizmi? Hokimimiz Bo'ston tumani hokimi. Ism familiyasi? bilmayman. Qaysi mahallada yashaysiz? Guliston Mufida. Mahallangizda qanaqa muammolar bor? Muammolar endi qanday bo'lsa bo'ladi. Yo'ldan muammo bormi? Juda yaxshi, hozircha bo'ladi. Elektr muammosi. Bo'lyapti hammasi. Kim bu? Hokim. Ism familiyasini bilasizmi? Qaysi mahallada yashaysiz? Gulshan. Mahallangizda qanaqa muammolar bor? Endi muammolar ko'p.
Qaysi biri? Aytingchi birortasini sanaychi. Bizni Turkiston ko'chasida yo'llar yaxshi. Grant chiqdi. Elektrchi. Elektr endi yaxshi hozircha. Lekin men dalani o'rtasida yashayman oxirida. Istalbalar yaxshi, tuk, past bizda. Shu muammolar bo'yicha mahalla ahli murojaat qilganmisizlar biror tegishli tashkilotlarga? Nima deyishdi? Murojaat qildik. Endi sekin-sekin o'g'irlashyapti istalbalarni hozircha. Safarasi sana birobbar rahmonlar. Qaysi mahallada yashaysiz Bo'ston tumanida? Bo'ston tumanida Yangiobod mahallasida yashayman. Mahallangizda qanaqa muammolar mavjud? Yo'q, hozircha bilmadim. Yo'lchi. Yo'limiz ancha yaxshi. Xudoga shukr. Suvchi. Suvimizda biroz muammo bor. Lekin mana shu bizga Yangiobod mahallada bor, lekin rahbarlar borib o'rganyapti, qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Sizchi o'z tuman hokimingizni taniysizmi? Izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.